Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbus va g'oyalarini ro'yobga chiqarish davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda hududlarda yoshlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, ularning muammo va takliflari bevosita o'rganilmoqda. Navoiy viloyati Karmana tumanida bo'lib o'tgan navbatdagi uchrashuv ham yoshlar kelajagiga bo'lgan ishonchning amaliy ifodasi bo'ldi. Bugungi kunda yoshlar yangi g'oyalar, qat'iyat va izlanishlar timsoli. Ularning intilishini qo'llab-quvvatlash esa davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ana shu ezgu maqsad yo'lida Navoiy viloyati Karmana tumanida tuman hokimi ishtirokida yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbirda 200 nafardan ortiq navqironlar ishtirok etib, o'z taklif va muammolarini bevosita rahbarga yetkazish imkoniga ega bo'ldi. Hozirda texnika ta'mirlash bilan shug'ullanayotgan yosh usta Shamsiddin Tursunov ish ko'lamini kengaytirish uchun tuman rahbaridan yangi ustaxona tashkil etishga joy masalasida ko'mak so'radi. Rahbar unga o'zi yashaydigan hududdan yengil konstruksiyali qurilma qo'yib berishini ta'kidladi. Mahallada asosan meni ishim telefon ta'mirlash, kompyuter va televizor, elektronika xizmatlari o'shalarga xizmat ko'rsatib ta'mirlab yurayman. Menga qulay bo'ladi deb hokimdan joy ajratib berishini so'ragandim mahalla hududidan. Yengil konstruksiyali kapsula ajratib berishlarini so'radilar. Men rahmat aytaman. Kutmagandim. Ish joyim kengaysa, ko'proq xizmat turlariga xizmat qilib olaman, ko'proq xizmatim tegadi xalqqa. Yana daromadim oshadi. Plus tomonlaridan arenda puli to'lamayman. Do'konga arenda berayotgan pulim kissamga qoladi. Karmana tumani innovatsion salohiyati bilan ajralib turadigan hudud hisoblanadi. Shu bois tadbir davomida tuman rahbari ilg'or fikrli yoshlar tomonidan taqdim etilgan innovatsion loyihalar bilan yaqindan tanishdi va ularning faoliyatini kengaytirish uchun so'ragan kredit masalasini ham joyida bartaraf etdi. Karmana tumani Mirsaid Bahrom mahallasida yashayman. Yoshim 27 da. Bugun hokim va yoshlar uchrashuvida o'zimga kerakli bo'lgan kredit, ya'ni akfa yo'nalishi bo'yicha kredit so'raganida bizga ertaga yoki indin kungacha kredit chiqarishni amaliyotiga qo'yib beramiz deb aytib o'tdilar o'zlari. Shu ishlashimiz davomida oyiga 3-4 million foyda qiladigan bo'lsak, endi shu kredit asosida kelgan ishlarni olib boradigan bo'lsak, bir barobargacha oshishi mumkin bizdan foydamiz. Uchrashuv davomida yoshlarning har bir murojaati alohida e'tiborga olinib, mavjud muammolarni hal etish yuzasidan mas'ul idoralarga topshiriqlar berildi. Natijaga ko'ra 70 ta murojaat shu paytning o'zida ijobiy tus oldi. Quvonarlisi ko'tarilgan masalalar orasida muammolardan ko'ra tashabbus va yangi g'oyalar ustuvor bo'ldi. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.